Bugungi kunda firibgarlikning avj olgan turlaridan biri fuqarolar nomiga onlayn kredit rasmiylashtirib, mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish holatlaridir. Firibgarlar aldov yo'li bilan fuqarolarning ishonchiga kirgan holda shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritmoqdalar va banklarning mobil ilovalari orqali ularning nomiga onlayn kreditlar rasmiylashtirib, plastik kartaga tushgan mablag'larni osonlik bilan o'zlashtirmoqdalar. Buning oldini qanday olish mumkin? Begona shaxslar tomonidan sizning nomingizga kredit olinishini cheklash mumkinmi? Ha, albatta. Buni KTM kredit byurosining Freeze xizmatini faollashtirish orqali amalga oshirish mumkin. Mazkur xizmatni faollashtirgan fuqarolarning kredit tarixi ma'lumotlari KTM kredit byurosidan olinishi cheklanadi. Natijada bank va nobank tashkilotlar mazkur fuqarolar to'g'risidagi kredit tarixi ma'lumotlaridan foydalana olmaydi va ular nomiga kredit ajratish imkoni bo'lmaydi.